Aydapa aqlimdagi insonim bilan chiqisholmayapman oxirgi payt, lekin biza anchadan beri sevishib yurganmiz. Bizaga nima bo'lyapti? Ketdik. Bugun kartamga savolim shu. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi, ya'ni yozsanglar bo'ladi. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Aqlingizdagi insoningiz hozirda tushunarsiz pozitsiyada chiqyapti. Ya'ni men necha yil yoki necha oy sevishib yurganingizdan qat'iy nazar oxirga kelib aqlingizdagi insoningiz ko'ryapsizmi? Qo'lini mana kartinkani yaqinroq olib kelay. Mana ko'ryapsizmi? Ya'ni o'zi nima qilayotganini, nima qo'yayotganini o'zi tushunmayapti. Oxirgi payt ishini ko'p bahona qilyapti. Men ishlayapman yoki nima desamki, pul topyapman. Shunga o'xshagan bahonalar qilyapti. Oxirgi payt o'zi ham o'zini tushunmayotgan bo'lib chiqyapti. Так, aqlingizdagi insoningiz lekin hayotida danni время uchinchi shaxs bor deb ayta olmayman, chunki bu общий расклад bo'lgani uchun ozgina noaniqlik bo'lyapti. Aqlingizdagi insoningiz o'zida noaniqlik bo'lyapti. Muammo hozirda sizda emas. Muammo hozirda bu partnyoringizda chiqyapti. Tak, nimaga o'zgarib qolgansizlar? Tak, diyavol. Oh, diyavol tushdi. Bu tushdi, tak. Bu aqlingizdagi insoningiz oilasi bormi yoki ajrashish, ya'ni ajrim yoqasida turgan erkakmi? Chunki bo'ydoq yigit nimagadir chiqmayapti yoki yaqinda uylanadigan bolami? Tak, общий расклад bo'lgani uchun men variantlar tashlayapman. Qizlar, ayollar o'zingizlar o'sha mosini o'zingizlarga olib olasizlar. Bir ayol tomonidan, lekin sizlarda sevgilarga, muhabbatinglarga, xullas qisqa qilib aytganda, sizlarga qilingan bir sehr bor. Bola o'shanga непонятный situatsiyada, ya'ni noaniqlik situatsiyada tushyapti bola. Bir kun unaqa, bir kun bunaqa bo'lyapti. Bir kun unday gapiradi, bir kun bunday gapiradi. Ko'ryapsizmi? Bolani o'zi pozitsiyasi oyog'i osmondan turyapti, ya'ni o'ziga o'zi tushunmayapti. Chunki karta sразу tashlaganimda birinchisidan уже boshlanyapti-da, noaniqlik, chigallik. Bola o'zidan o'zi arazlab olyapti. O'zi qilgan xatosini ham tan olmayapti-da, yoki sizga tashlayaptimi aybni, yoki sizdan qandaydir bahona qidiryaptimi? Yo'q narsaga arazlab olyapti, tez, xuddi yosh bolaga o'xshab. Mana. Lekin boshida judayam sevgili Romeo va Julieta kabi bo'lgan. Ko'ryapsizmi qanday kartinka chiqyapti? Mag. Вот, mag. Bu sehr degan.